Bugungi mavzuyimiz Samarqand viloyati Payariq tumani Xartang qishlog'ida joylashgan islom olamidagi mashhur ziyoratgoh Imom al-Buxoriy majmuasi bo'ladi. Majmua shahardan 25 kilometr uzoqlikda joylashgan. Bu yerda 9-asrda yashab o'tgan buyuk islom arboblaridan bo'lgan muhaddis Imom al-Buxoriy dafn etilgan. Imom al-Buxoriy 810-yil Buxoroda tavallud topgan. Hayoti davomida islom ilmini chuqur o'rgangan va o'zining al-Jomi al-Sahih asari bilan islom olamida eng yirik muhaddis sifatida tan olingan. Bu kitob Qur'oni Karimdan keyingi o'rinda turadi. Islom qutisi o'rgan. Baxt uchun, davlat kerak insonlar uchunlar bu. Esa jo'gilarga bermaysiz. 870-yilda Samarqand hozirgi Chelak tumanida vafot etgan. Bu joy asrlar davomida qarovsiz qolgan. 16-asrda u yerda kichik maqbara va masjid bo'lgan. 1997-yilda majmua qayta tiklanadi. 2025-26-yillarda majmua butkul qayta ta'mirlanadi. Maydoni 45 gektar, 10 ming kishilik masjid, 154 ustunli ayvon va noyob muzeyni o'z ichiga olgan. Eng qizig'i, majmuada 500 yillik chinor daraxti va insonlar shifobaxsh deb bilguvchi buloq suvi saqlanib qolgan. Ayni paytda majmua bir kunda 65 mingta ziyoratchi qabul qila oladi va Xalqaro Umra Plus dasturidagi ziyoratgoh hisoblanadi. Eng muhimi, ziyoratgohga kirish mutlaqo bepul. Faqat ichkarida muzeyga kirish uchun to'lovlar mavjud. Bunday imkoniyatdan foydalanishni butun yurtdoshlarimizga tavsiya bergan bo'lar edik.